Barchalarga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan har doimgidek Abbos Vlogs kanali. Bugungi roligimiz Telegram uchun nomerlar olish haqida bo'ladi. Juda ko'pchilik obunachilarimiz vaqtida anchadan beri so'rab kelmoqda. Ya'ni O'zbekiston, Qirg'iziston, Misr, shunga o'xshash davlatlar. Do'stlar, video boshlashdan videomizga maksimal like bosing va kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Chunki biz 30 minutga juda ham ozgina qoldik. Demak, bo'lsangiz do'stlar, unda videomizda boshladik. Telegram kirganimizdan so'ng esa qidiruvga mana shu so'zni yozamiz. Verto raqam joy tashab bot. Xo'p, bu botni qidirib o'tirishingiz ham shart emas. Video opsiyatsida qoldirib o'tib ketaman, havolasini yoki kommentda qoldirib o'tib ketaman. Botga kirib olamiz. Kirganimizdan so'ng esa biz bu yerda start bo'limini bosib olamiz. Bosib olganimizdan so'ng esa bu yerda bitta kanal chiqadi, o'zining rasmiy kanali. Bu yangi ochilgan bot va bu ishonchli, sifatli, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Ishlatib ko'rib, kommentda o'z izohingizni qoldirib o'tsangiz ham bo'ladi, yangi ochilgan. Xo'p, kanalga o'tib a'zo bo'lamiz. A'zo bo'lganimizdan so'ng esa biz bu yerda tekshirish bo'limini bosib olamiz. Va bosib olganimizdan so'ng esa bizga mana shu menyular chiqib keladi. Endi bu yerda ko'rishingiz mumkin qo'llanma bo'limlari va bot qanday ishlatish haqida. Endi biz bular kerak bo'lmasa kerak, o'zim baribir tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, bu yerda raqam sotib olish bo'limi bor, mana ko'rishingiz mumkin. O'zbekiston 13260 so'm, bu arzon deyarli, o'z ishlatishga. Qirg'iziston 8000 so'm, Gruziya 23000 so'm va bu yerda mana narxlarni ko'rishingiz mumkin. Va shunga o'xshash davlatlar bemalol olsangiz bo'ladi. Bu yerda xohlagan davlatingizni mana shu narxga olsangiz bo'ladi. Xo'p, Tayvan, Xitoy, Kamboja, Gonkong, Vyetnam, mana ko'rib turibsiz. Xo'p, endi bu yerda arzon davlatlar ro'yxati bo'limi bor. Shu yerda bossangiz mana Nepal 6200 so'm 40 so'm, Vyetnam 6240 so'm, Angola 7800 so'm, Keniya 7800 so'm. Xullas shu narxlarga bemalol olsangiz bo'ladi. Aytgancha agar problema ozgina chiqib qolsa, bu yerda botda anosi bor. Biz javob bermaymiz, ya'ni o'zini problemasiga botda admini bor, mana Shukurullo degan. Shunga yozasizlar, nima problema bo'lsa, bemalol savolingizni va muammongizni hal qilib berib ketadi. Endi muammo deganim endi bu yerda aldab ketadi bunaqa deganim emas. Bu prosta agar chiqmay, kod kelmay qolsa yoki tilda bo'lib qolsa yoki nomer qanaqadir muzlatilgan akkaunt chiqib qolsa, shuni adminga olsanglar avtomatik boshqa yangi nomer qilib beradi. Xo'p, bu yerdan qaranglar, biz hozir O'zbekiston nomerini olib ko'rsatib o'tib ketaman. Mana O'zbekiston nomeri olishimiz uchun biz hisobimizga 13260 so'm pul tashlashimiz kerak ekan. Bu yerdan biz hisob to'ldirish bo'limini bosib olamiz. Bosib olganimizdan so'ng esa bu yerda mana to'lov tizimi tanlangan, bitta Humo karta qo'yib qo'ygan ekan. Humo kartani bosamiz va bu yerda to'lov tizimi Humo karta, ya'ni mana shu kartaning ustiga bossangiz kooperatsiya bo'ladi. Kooperatsiya bo'ldi. Ismi ham chiqib keladi, Yodgor Shukurullo degani. Hop, endi biz bu to'lov tizimiga kirib olamiz. Paynet, xullas xohlagan to'lov tizimiga kirib olasiz, kligingiz bo'lsa. Agar kligingiz bo'lmasa, shu adminiga yozasiz. Ya'ni bankomatda pul tashlamoqchi bo'lsangiz, shu adminiga yozsangiz, admin sizga karta tashlab beradi. Kartaga shu to'lov qilib o'ziga tashlaysiz, bu avtomatik tasdiqlab beradi. Hop, kartangiz bo'lsa, to'lovni qilaverasiz. O'zingiz qilib mana chiqib keldi, Shukurullo Yodgor. Xo'p, endi bu yerga to'lov summasini yozib olasizlar. Misol uchun 13260 so'm bo'lsa, misol uchun men 13000 Xo'p, men 15000 tashlab qo'yaveraman. Va kerak qoladi, ya'ni ko'p nomer olaman bundan. Xo'p, mana bosamiz va o'tkazish bo'limini bosib olamiz. Va bu yerda o'tkazganingizdan so'ng esa bu yerda screenshotni qabul qilishingiz kerak. Ya'ni chek kerak. Chek bo'lmasa ular tasdiqlay olmaydi. Xo'p, bu yerda ekan to'lov qildim bosasiz. To'lov miqdorini kiriting deyapti. Biz misol uchun 15000 so'm pul tashladik, 15000 tashladik va to'lov chekini rasmga olib yuboring deyapti. Xo'p, mana rasmga yuboramiz. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin, to'lovingiz qabul qilindi. 5 daqiqadan уже to'lov qabul qilindi, ko'rib turibsizlar. To'lovingiz 5 daqiqadan 24 soatgacha bo'lgan vaqt ichida amalga oshiriladi. 5 daqiqadan 24 soat degani 24 soatgacha kutmaysiz. Ya'ni где-то maksimalni borsa 1 yoki 2 soatga boradi. Undan ko'piga bormaydi. Avtomatik tasdiqlab beradi. Mana o'sha avtomatik tasdiqlab berdi. Admin o'z vaqtida ishlab kelmoqda. Mana Shukurulloga yozasiz. Agar 2 soatdan oshib ketsa, mana shu akkauntga yozasiz, avtomatik o'zi javob beradi, to'lovingiz qabul qiladi. Ya'ni uzoqqa bormaydi. Xo'p, mana hisobimizga 15000 so'm to'ldirildi. Endi bu yerdan biz raqam sotib olishni bosib olamiz.
Bosib olganimizdan so'ng esa mana hozir sizlarga O'zbekiston raqam olib ko'rsatib o'tkatyapmiz. Bitta narsani aytib o'tkaman, hech qanaqasiga Amerika nomer olishingiz bilan spamga tushmaydigan, Amerika nomer mana bunaqa ekan, uni qulayligi bor ekan. Yo'q, Amerika nomer ham spamga tushadi. O'zbekiston qanday esa shunday tushadi. Chunki menda Amerika nomerlar ko'p ishlatganman, o'z vaqtida spamga tushadi ham, даже 1 million ham tushganlar ham ko'p. Bunaqa Amerika nomer spamga tushmasa ham, to'da gaplarga ishonib qolmanglar. Hop, bu yerda men sizlarga endi O'zbekiston nomer olib ko'rsatib o'tamiz. Agar pulingiz kam bo'lsa, arzon davlatlar ro'yxatiga bosib, mana shu yerdan xohlagan davlatingizni olishingiz mumkin. Bemalol arzon narxga ortga qaytib, O'zbekiston nomer olib ko'rsatib o'tganman sizlarga. Ko'pchilik ishonmas ekan, O'zbekiston nomer olib bo'ladimi haqiqatan deb. Hop, mana bosib oldik va endi sotib olishni bosamiz. Eng asosiysi qarang. Tayyor bo'lgan, mana yozib qo'ygan. Bizda tayyor bo'lgan akkauntda bo'lgancha faqat Telegram uchun nomerlar olishingiz mumkin. Raqamda haqiqiy hisob bo'lgani uchun 2 bosib parol Gmail ulangan akkaunt bo'ladi. Ya'ni Gmail degan bilan bu bot egasi ulanmaydi, server degan bo'ladi. Bu bot ham masalan serverga ulangan bo'ladi. Avtomatik Gmail ulangan bo'ladi. Gmail ulangan bilan va kirganingizdan keyin o'zingiz Gmailingizga o'tkazib olsangiz bo'ladi. Hech qanaqa problem bo'lmaydi va sizdan boshqa hech kim akkauntga kirmaydi. Xo'p, mana bu yerda bizga nomer berdi. Bu nomerni kopirovat qilib, rasmiy Telegramga kiritmaysiz. Ya'ni ko'k rasmiy Telegramga kiritmaysiz. Ya'ni qaysi raqam deganim, mana bu Telegramga kiritmaysiz, mana misol uchun. Mana shu Telegramga kiritmaysiz. Nimaga? Chunki bu Telegramda kod borish uchun siz o'zingiz avtomatik Gmailingizni ulashingiz kerak bo'ladi. Gmail ulagan taqdiringizda bu Telegram ko'rgan bo'lsa, kuzatayotgan bo'lsangiz, pul so'raydi. Ya'ni qabul qilish uchun akkauntga premium oling, tuda. Shuning uchun mana shunaqa Telegram, Plus, email, iPhone'dagilar bo'lsa, email, aka shunga o'xshagan Telegramda kiritasizlar. Xo'p, mana bu yerda mana Telegram, hozir bu yerda start bosib, nomerni kiritib olamiz. Xo'p, mana nomer kiritganimizdan so'ng esa bizdan ozgina vaqt so'raydi. Va botga qaytamiz va SMS kodni olishni bosamiz. Bosib olganimizdan so'ng esa biroz kutamiz va uje kodi keldi mana do'stlar. Va kiritib bu yerga joylashtirib bosamiz. Va bo'ldi, avtomatik akkauntimiz ochiladi. Telegramimizni avtomatik olib boradi. Telegram o'zi kim ishlatayotganlar bo'lsa, pluslarda bunday holat bo'lmaydi. Xo'p, kiramiz. Mana do'stlar, nomerimiz olindi. Nomerimiz hozir hech nimasi yo'q menimcha, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Qaranglar, agar O'zbekiston nomer olsanglar, sizlar sirazi spam botga yozmanglar. Sirazi spam botga yozmanglar. Mana hozir kimdir nimadir tashlagan bilmayman. Akach mana Telegram suda gaplar. Bu yerda sizlar akkaunt oldilaringizmi? 24 soatdan keyin spam botga start bosinglar. Agar chet el mamlakat bo'lsa, start bosib, arizasi bor o'shani yuborasiz. Chunki bu yangi tayyor bo'lgan akkaunt baribir mana shunaqa spam bo'lib chiqadi. Ya'ni spam bo'lgan qanaqa taqdirda spamdan chiqadigan bo'ladi. Ya'ni 1 umrlik spam emas. 24 soatdan keyin avtomatik start bosasiz. Ungacha hech kimga yozmaysiz. Yozib ko'rasiz misol uchun agar kod ketadimi haqiqatan yoki mana tekshirib ko'ringlar. Balkim ketib qolishi mumkin. Hozir 1 daqiqa, hozir mana o'zimizda ish akkauntimizga yozamiz. Ish akkauntimizga yozamiz mana. Lekin kod bor ekan do'stlar, bemalol boradi. Xo'p, endi qaranglar, agar kod mana shunaqa ketmay qolsa, kod debman, mana shunaqa SMS ketmay qolsa, begona o'zingiz akkauntiga yozib ko'ring, begona akkauntga. Mana shunaqa xabar ketmay qolsa, 24 soatgacha hech kimga yozmaysizlar. 24 soatdan keyin avtomatik botga start bosib, sizlar va avtomatik spam avtomatik olinib chiqadi. Chunki bu akkauntga misol uchun siz ulanyapsiz va cheklov bo'ladi misol uchun. Agar men misol uchun men sizga nomer sotsam, men akkauntga yoza olishim mumkin, lekin siz yoza olmaysiz 24 soatgacha. Chunki kirish hisobda bo'ladi xavfsizlik uchun. Mana shu holatda bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Agar sizda chet el nomer olib qo'ysangiz, masalan, chet el mamlakatda nomerini olsangiz, mana bu o'zining kanali bor, bu kanalga a'zo bo'ldik. Hozir mana o'zining kanaliga a'zo bo'ldik. Agar chet el nomer olib qo'ysangiz, arzon Hindiston va ko'rsatgandek, mana shu amal qilasiz. Siz virtual raqam bot orqali raqam sotib olgan bo'lsangiz, bu yerda mana spam botga kiring, arz yuboring. I did to and shuni arzon yuborasiz. To'da ishlari bor. Agar siz yangi kirgan bo'lsangiz, balkim spam bo'lib chiqadi. Lekin обязательно bu nomerlar spamdan chiqadi. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, videomizga maksimal like bosing va kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Chunki sizlar qidirayotgan barcha turdagi foydali va content maker videolar bizning kanaldan topishingiz mumkin. Obuna bosib qo'yinglar, 30 minutga juda ham ozgina qolmoqdamiz va sizlarning yaqinda bosib o'tgan bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.